Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan gapiramiz. Moskvadan O'zbekistonga 12 ta viloyatiga taksi xizmatlari. Captiva, Cobalt, Gentra mashinalarimiz aka-ukalar. Ichki holatlarini ko'rsatib o'taman. Idealniy sostoyaniyada mashinalar aka-ukalar. Aloqaga chiqib, bog'lanib ketsalar bo'laveradi aka-ukalar mana. Chotki. Arzon narxlarda Cobaltlarimiz 9000-8000 rubl atrofida. Gentramiz ham shunday, Captivamiz 10 000 rubl aka-ukalar. Narxi boshqacharoq. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, shu ekranlarga ishonchli nomerlar qo'yamiz. Behijolat bog'lanib ketsalar bo'laveradi. Like'larni, podpiskalarni bosishni unutmanglar aka-ukalar mana. Polniy obzor qilib beraman, mashinani hozir aylantirib kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarga eng ishonchlisini taklif qilamiz aka-ukalar. Bo'lar bo'lmas nomerlarga kelib ko'p vatandoshlarimiz adashib qolyapti. Shuni evaziga mana biz shu YouTube kanalda yurgizib boryapmiz. Like'larni, podpiskalarni bosishni unutmanglar aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekrandagi nomerlarga tirs like'lardan urib olinglar aka-ukalar.